İsmim Olga. 1985-yili Moldovanın Sport şehrida tug'ildim. Bu yil 39 yaşga kirdim. Sport şehrida 7 yil yaşagandan keyin dadamning xizmati O'ngan shahriga yo'tkilish bilan u yerga ko'chib kelib, u yerda yana 7 yil yashadim. Ata-onam ikkilisi Moldovalik. Dadam sotchi, anam bo'lsa buxgalter. Oilam oddiy bir xristian oilasi. Men bu yerdagi xristian odatiga moslashib cho'ng bo'ldim. To'liq o'rta maktabni Kishin shahrida o'qidim. Keyin oliy maktabda huquq fakultetini bitirdim. Odatdagi yoshlarning kerak bir hayotim bor edi. Saboqdoshlarim bilan o'ynab xushal vaqt kechirdim. 1999-yili nihoyat afsuski ota-onam ajrashib ketdi. Huquq fakultetini tanlashimga dadam sababchi bo'lgan edi. Chunki dadam sotchi bo'lganligi uchun meningmi huquq fakultetida o'qishimni xohlaydi. Aslida men inglizchani asos qilib, chet el tili bo'limini o'qishni xohlaydim. Ammo dadam meni bu kasbda o'qishga majburlaganligi uchun bu kasbni tanladim. Ammo keyin bu kasbni tushungan sari intayin yaxshi ko'rib o'qidim. O vaqtlarda texi musulmon bo'lmagan edim. O'qish hayotim nihoyat yaxshi o'tayotdi. O'qituvchilarim bilan bo'lgan munosabatim yaxshi edi. Oliy maktabning oxirgi yilida yo'ldoshim bilan to'y qildim. Yo'ldoshim bilan 17 yosh vaqtimda tanishdim. Uning sababi bilan islom haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Yo'ldoshim meni hech qachon musulmon bo'lishga majburlamadi. Uning bilan har qitim ko'rishganimda menga islom haqida bir narsalarni anglatadi. Musulmonlarning islom dinining hayotimizga muhim nuqtalari haqida tushuncha beradi. Meni islomdan xabar topqizgan kishi yo'ldoshim. Yo'ldoshim bilan tanishishdan burun musulmon tanishlarim bor edi. Ammo islom haqida ko'p ma'lumotlarga yo'ldoshim ega qildi. Men bu temani Moldovada kishilar islomdan intayin uzoq deb boshlashni xohlayman. Moldova xalqi islom haqida intayin nachar ko'z qarashlarga ega. Buning sababi ularning qalbida dinga bo'lgan hurmat yo'q. Bu faqat islomga emas, balki o'zlarining dinlari haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lmaganligi uchundir. Ular islomni yomon din deb qaraydi. Mening atrofim dindan yiroq kishilar bilan to'lgan edi. Chunki bilganingizdek, tarixda Sovet Rossiya mazgilida Moldova Rossiyaga bog'liq edi. U vaqtda xalq dinsizlik sistemasi bilan boshqariladi. Burun xristian diniga e'tiqod qilib kelgan nurg'un xalq Sovet birligining qarshisida bara-bara dinlaridan uzoqlashgan edi. U vaqtlarda hammalarga dinsizlik tashviq qilinib, bunga majburlanadi. Kommunist Sovet hukumati tarafidan dinsizlik majburlangan edi. Mencha Moldovadagi eng cho'ng masala dinsizlik. Yani kelib bir asrning mobaynida dinsiz tarbiyalanganlikdandir. Atrofimizga Rossiya, Romaniya, Ukrainaga o'xshash davlatlarga qaraydigan bo'lsak, kishilar dinlarga, ilohlarga bekrak yaqin. Ammo Moldovada kishilar dinga munosabatli ishlardan yiroq. Bunda hayot kishilarning ruhiy dunyosida nurg'un masalalarga sabab bo'ladi. Xristian diniga e'tiqod qilgan mazgillarda o'z-o'zimdan Tangri kimga o'xshaydigandi? Insongami yoki boshqa bir maxluqmi degandek savollarni ko'p so'raydim. Ammo javobini topolmaydim. Yana kelib, yana o'lgandan keyin hisob beradiganligimizni qabul qilolmaydim. Ya'ni normalda bu tema haqida ozroq bo'lsa-mu bir narsa bilatdim va Tangridan qo'rqatdim. Ammo hisob kunning kelishiga ishonmaydim. Men haqiqiy iymonni va yaratquchimizga beradigan hisobni islomni qabul qilish bilan tushundim. Xristian diniga e'tiqod qilgan mazgillarda javobga erishaolmagan nurg'un savollarim bor edi. Ammo uningdan keyin musulmonlar va islom haqida bir narsadan o'rganishga boshladim. Men tunji qatim islom kalimasini anglaganimda bak kichik edim. Bu so'zni kimdan anglaganligimni eslayolmayman. Ammo televizorda at ustidagi kishilarni hammaylar musulmon deydi. Men ulardan musulmon degan kim deb so'rganimda, ular menga hech narsaga e'tiqod qilmaydigan dinsiz kishilar deb javob berishgan edi. Shuning uchun kichigimdan beri musulmon kalimasini anglaganimda hech narsaga e'tiqod qilmaydigan dinsiz kishilar aqlimga keladi. Ammo vaqt o'tgan sari musulmonlarning yolg'iz bir ilohga ibodat qiladigan kishilar ekanligini bildim. İslamda yolg'iz bir Allohga e'tiqod qilish iymonning qatoridan ekanligini bildim. Yana kelib yo'ldoshim meni islom haqida ko'p ma'lumotlarga ega qildi. U meni bu yerdagi masjidga berib yiqishimni tavsiya qildi. Masjidda nurg'un kishilar bilan tanishdim, munosabat qurdim. U yerdagi darsga qatnashdim. Keyin masjidga teximjiq boradigan bo'lib qoldim. U yerda o'qish uchun kitob ilib olatdim.
O vaqtlarda İslamda ayollarning o'rnining qandaqligini bilishga bak qiziqatdim. Chunki men xristian vaqtimda ayollarning haq huquqini qo'g'dash uchun ko'p harakat qilatdim. Mening nazarimda Moldovada ayollarga qilinadigan muomala to'g'ri emas edi. U yerda ayol hammalarning nazarida ojiz. Ojiz bo'lganligi uchun boshqalar tarafidan ezlatdi. Ayollarga qilingan bu muomalani men to'g'ri topmaydim. Shuning uchun islom to'g'risida izlanishga boshlaganimda ayollarning haq huquqi haqidami izlandim. Yo'ldishimni har kuni namoz o'qib, duo qilayotgan holatda ko'ratdim. Bu ko'rinish menga bek ta'sir qiladi. To'g'ri, yo'ldishim ibodat qiladi. Men bo'lsam uningga havas bilan qarab turatdim. Masalan, men dadamni bir xristian bo'lish sifati bilan biror qitimmi ibodat qilgan holatida ko'rib baxmadim. Men xristian vaqtimda atdigan oqshom xristianlarning eng ko'p qiladigan duolardan birini qilatdim. Men yo'ldishimni duoga qo'llarini ko'targan holatda ko'rganimda nihoyat xursand bo'latdim. Men uning ibodat qilishini yaxshi ko'ratdim. Yo'ldishim yosh va kuchli bir er bo'lish sifati bilan ko'ngil etish so'rovlarga boraydisi bora oladi. Ammo u ibodatni tanlaydi. U vaqtlarda yo'ldishim oliy maktabga boradi. Uning atrofida yosh chiroyli qizlar bor edi. Ammo u alhamdulillah to'g'ri yo'lda mustahkam turdi. Bir kuni yo'ldishim namoz o'qib bo'lib duoga qo'lni ko'targanida xuddi qalbimga bir o'q tekkandek his qildim va u kuni o'zimga inshaalloh men bir kuni musulmon bo'laman dedim. Yo'ldishim menga pek kuyunatdi. U sen kichik, go'zal bir musulmonsan. İnşallah eng yaxshi musulmonlardan bo'lasan deydi. Men uning bu so'zlariga javoban beshimni lang'ishitib qo'yatdim. Ammo texi musulmon bo'lishga tayyor emasligimni his qilatdim. Har yakshanba kuni masjidga berib, u yerda do'stlarim bilan uchrashatdim. Ular menga islom haqida ma'lumot beradi. Masjiddagi qizlarning ko'pinchisi bilan yaxshi o'tatdim. Bir kun ularning ichidan biri menga "Olga, sen noyda oq ko'ngil, jimg'ur bir qiz. Sen islomga kirsang, hamma ishlar bek go'zal bo'ladi" dedi. Men musulmon bo'lishdan qo'rqqan edim. Shuning uchun ularga "Yo'q, tex vaqti emas. Yana bir hafta o'tsin, 2 hafta o'tib baqsin" deydim. Uningdan keyin do'stlarim menga "Shaytonning seni ahmoq qilishiga ruxsat qilma. Qancha tez musulmon bo'lsang, sen uchun shuncha yaxshi." A'uzu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim degan. Hergiz pushaymon qilmaysan deyishdi. Alhamdulillah musulmon bo'ldim. U yakshanba kuni yelim esimda. 2006-yili 12-oyning 3-kuni edi. A'uzu bismillahdan keyin kalima shahodat keltirdim. Alhamdulillah u kuni uyga kelganimda yo'ldishim chiroyimga qarab nimish bo'lganligini so'radi. Men uningga musulmon bo'lganligimni aytganimda u xushalligidan yig'lashga boshladi. Musulmon bo'lganligimni bilgan tunji kishilarning biri onam bo'ldi. Onam doim meni qo'llaydi. Musulmon bo'lganligimni bilgandan keyin u menga "Agar tanlagan yo'lingda baxt va xushallik his qilgan bo'lsang, sen to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsan" dedi. Yo'ldishimning atrofidagi kishilar, uning oilasi, qiz bir tuqqanlari nihoyat xushal bo'lib mendan faxrlangan edi. Ammo mening atrofimdagilar tarafidan ba'zi qiyinchiliklarga duch kelgan edim. Bo'libmi dadamga musulmon bo'lganligimni aytib, islom haqida munozara qilishga jasorat qilolmaydim. Chunki dadam ayrim bir dunyo. U islomni bekli o'sh ko'ratdi. Bizga qattiq qo'lliq bilan muomala qiladi. Dadamning ba'zi prinsiplari bor edi. Bizni shu prinsiplar bilan tarbiyalagan edi. Shuning uchun biz uningdan qo'rqatdik. Shuning uchun beshida uningga musulmon bo'lganligimni aytishdan qo'rqdim. U bir vaqtlarda menga "Agar musulmon bo'lsang, o'lib qolsam namozimga kamma" degan edi. Bir mezgildan keyin dadam qattiq og'rib yetib qoldi. Rak kasalligiga giribtor bo'lgan edi. Uning eng qiyin kunlarida bir malla uning beshida turgan bo'ldim. 3 qitim operatsiya bo'ldi. 3 qitimda men yenida turib holidan xabar oldim. Dadam ağırıp yetib qolgandan keyin ne ayolining, ne qiz bir tuqqanlarimning uning bilan kari bo'lmadi. Dadam mening musulmon bo'lganligimni saq vaqtida bilib, menga bek ochiqlagan edi. Ammo vaqt o'tgan sari u meni qabul qildi.
Mening musulmon bo'lishim dadam bilan ikkimizning munosabatiga ta'sir yetkazmagan bo'ldi. Ammo islom to'g'risida hech qanday parang qilmaydik. Ammo kasal bo'lib, men uning beshidagi vaqtlarimda menga hayotimdagi eng qiyin kunlarda yenimda bo'lganliging uchun umrimning oxirigacha sana ko'p rahmat aytishim kerak dedi. Mening yiroq tuqqanlarim musulmon bo'lganligimni, yog'liq chegishimga boshlaganligimni bilishdi. Chunki Moldovada bir ayol yog'liq atgan bo'lsa, u cho'qim bir musulmon ayol edi. Musulmon emas ayollarning hech qaysisi yog'liq chekmaydi. Chekkan taqdirdimi menga o'xshash chekmaydi. Xristian ayollarning ba'zilari yog'liqni chochlarini chiqarib qo'ygan holatda chegetdi. Men yog'liq chegishga boshlaganimda insonlarning illiq muomala qilganligini his qildim. Belki bu mening atrofimdagilarga qilgan muomalamga munosabatli bo'lishi mumkin. Chunki men atrofimdagilarga yaxshi muomala qilish orqali go'zal o'rnak bo'lishga tirishaman. Avtobusda qari yoki ojizlarga o'rnimni bo'shatib beratdim. Men ish harakatim orqali islomning naqadar bir go'zal din ekanligini, musulmonlarning moldovaliklarning kallisidagidek yomon kishilar emasligini ko'rsatib qo'yishni xohlaydim.